gunohlardan forig' bo'ladi. Va shu bilan birga Gang daryosini ona daryo deb hisoblaydi. Aytaylik, qaraydigan bo'lsak, ularni dunyodan o'tgandan keyin ham yoqib xokini, ya'ni kulini nimaga, Gang daryosiga oqizadi. Hinduizmdagi jamiyatda boyna aytib o'tganimizdek kishilarni kastalarga, ya'ni tabaqalashtirish oqlanadi. Bular qaraydigan bo'lsak, eng asosiysi bu 4 ta tabaqaga bo'linadi. Birinchisi brahmanlar. Brahmanlar deganda bular kohinlar nazarda tutiladi va brahmanlar eng oliy tabaqa hisoblanadi. Ular boy kambag'al bo'lishdan qat'iy nazar brahman bo'lish bu oliy tabaqa. Keyingisi kshatriyalar. Kshatriyalar bular harbiylar hisoblanadi va ana shu harbiylar bu davlatlarni qo'riqlab turishi kerak. Ikkinchi tabaqa. Uchinchisi vayshilar. Bular savdogar, dehqon, o'rta tabaqadagi kishilar hisoblanadi va keyingisi shudralar, ya'ni eng past tabaqa hisoblanadi. Bunda ularda shunday tasavvur mavjudki, inson brahman, ya'ni oliy bosh xudoning og'zidan yaratilgan va ular har doim buyruq berib turishi kerak. Ular ishlamasligi kerak deydi. Kshatriyalar esa brahmanning oyog'idan yaralgan va ular har doim yurib davlatni himoya qilib turishi kerak deydi. Vayshilar, bular savdogarlar, dehqon, o'rta tabaqa kishilar hisoblanadi. Ular brahmanning qo'lidan yaratilgan va ular bir umr mehnat qilish kerak degan fikr ularda nima shakllangan. Shudralar esa eng past tabaqa brahmanning tovonidan yaratilgan va ularni har doim ezib turish kerak. Ularni ezmasa bo'lmaydi degan fikrlar ularda mavjud. Endi Hinduizmning muqaddas yozuvlari bular Vedalar hisoblanadi. Vedalar va Upanishadlar kiradi. Keyinchalik Mahabharata va Ramayana dostonlariga ham o'sha o'xshash diniy marosimlar va urf-odatlar singdirilgan va har xil afsona, rivoyat, hikmatli so'zlar, o'sha epik dostonlar keyinchalik paydo bo'la boshlagan. Vedalar umuman Hinduizmdan ancha oldin vujudga kelgan, ya'ni eramizdan avvalgi 11-mingyilliklar o'rtalaridan boshlab ularda Vedalar ta'limotlari o'sha kirib kelib shakllana boshlagan. Vedalarni nimasiga qaraydigan bo'lsak, lug'aviy ma'nosi bilim degan ma'noni bildiradi. Vedalar ham 4 turga bo'linadi. Ya'ni gimnlar va duolar, marosimchilikda ijro etiladigan gimnlar, qurbonlikka oid duolar va 4-inchisi yovuz kuchlarga qarshi duo va afsonalar. Upanishadlar esa eramizdan oldingi mingyilliklarda paydo bo'lgan. Ular sirli ta'limot degan ma'noni anglatadi. Ana shu Vedalarga berilgan sharhlar bu Upanishadlar deb ataladi. Keyingi diniy ta'limotimiz, ya'ni milliy dinimiz bu o'sha Jainizm din hisoblanadi. Bu dinning asoschisi sifatida e'tiqod qiladigan yarim afsonaviy payg'ambar Jina nomidan olingan. Bu din eramizdan oldingi 6-asrda paydo bo'lgan va Jainizm brahmanizmning kishilarni tabaqalarga ajratishga qarshi paydo bo'lgan din hisoblanadi va bu din ham Hindistonda paydo bo'lgan dinlardan biri hisoblanadi. Jainizmda 24 ta payg'ambarga e'tiqod qilinadi. Ularning ayniqsa oxirgisi Vardhamana Mahaviraga sig'inish talab etiladi. Jainizmda jonning o'lmasligiga, uning bir moddiy shakldan ikkinchisiga ko'chib yurishiga ishonish markaziy o'rinda turadi va ularda o'sha digambarlar va shvitambarlar kabi yo'nalishlar ham mavjud, xuddiki mazhablarga o'xshab. Keyingi dinimiz, ya'ni milliy dinimiz bu Sikhizm hisoblanadi. Sikh degani bu o'quvchi shogird, ya'ni 15-asrning oxiri, 16-asr boshlarida Shimoliy g'arbiy Hindistonda vujudga kelgan. Bu ham hinduizmga qarshi yo'nalish sifatida vujudga kelgan. Ularda mayda hunarmandlar va feodallar zulmidagi o'sha zulmiga qarshi qaratilgan din sifatida vujudga kelgan.
Sikhizm o'sha monoteistik din hisoblanadi, jamoa bo'lib birgalikda ibodat qilishni inkor etadi, ruhoniylikni ular tan olmaydi. Ya'ni moddiy olamdagi barcha hodisalar sikhlar ta'limoticha yagona Xudo, ya'ni oliy kuchning ijodkori hisoblanadi. Umuman olganda bu din ta'limotini asosiy nimasi, manbai Granth Sohib, ya'ni Janob kitob nomli kitobda izohlanadi. Sikhizmni ta'limotiga e'tiqod qiladiganlar hozirgi kunda ham kam uchrab turadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.